Singlim, to'rtta nonmasa ham ko'rgani keldim-da. Ozgina baliq olib kelgandim. Seni og'zing tegsin dedim-da. Hali men ham puldor olib ketaman. Men ham puldor olib ketganimda singlim doim ko'rgani kelib turaman. Men ham shunday qolib ketmayman, ha. Meni 3 ta singlim duo qilyapti. Hali bir kun shu 3 ta singlimni duosi ijobat bo'ladi. Men ham puldor olib ketaman, ha. Bir kun singillarimni duosini Alloh ijobat qiladi. Ey Allohim, bechora akamni qo'li kalta. Shunda ham nima topsalar menga ilinadilar. Meni yo'qlagan akamni o'zing yo'qla. Akajonimni o'zingdan o'zgaga muhtoj qilma Allohim. Akajonimga pul berib yordam qilish qo'limdan kelmaydi. Shu duoyimdan umidim. Duoyimni yerda qoldirma Allohim. Duolaringiz ijobat singillarim, duolaringiz ijobat singillarim. Mana sizlarning duoyingiz bilan menga ham davr keldi. Ye, ana o'rtog'ing Abdurashidmi? Iya, ha Abdurashid yana yangi mashina olibdimi? Ha, o'sha yaxshimisan, ishlaring bo'lyaptimi? O'shna toychoqlar ma'ro bo'lsin. Bitta narsaga hayron qolaman-da, biz 3 ta aka-uka bo'lib turib, arang bitta Cobalt oldik. Ha, sen bitta o'zing. Buni siri nimada bizga ham o'rgatgan? Do'stim, to'g'ri, men qiynalganimda aka yo uka, mana 3-4 so'm pul deb qo'llaydigan jigarlarim yo'q. Lekin 3-4 so'm berish qo'lidan kelmasa-da, meni 3 ta singlim duo qilyapti.